Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan YouTube kanali a'zolari bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida bizlar. Bu yerda biz sizlarga umra narxlari qanday bo'lyapti, sharoitlari qanday bo'lyapti, barchasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilamiz azizlar. Buning uchun like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka opa-singillaringizga videoni yuborib qo'ying azizlar. Biz videomizni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka mukarramada bo'linadi azizlar. Gastinisalarimiz 4 yulduzli gastinisalar, oraliq masofa Madinada 250-300 metr, Makkada esa 800-900 metr oraliq masofada bo'ladi. Makkada gastinisadan haramga bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi. 10-12 minutda yetib olasiz. Undan tashqari avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan, bemalol avtobuslarda ham borsangiz bo'ladi azizlar. Xo'p, Madinada gastinisamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi azizlar. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari, albatta o'zbek oshpazlari tomonidan olib kelinadi azizlar. Xo'p, sayohatlarimiz, ziyoratlarimizga keladigan bo'lsak, Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bo'ladi azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzdalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatini ham qo'shib qo'yganmiz azizlar. Bemalol ekraningizda raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin azizlar. Bularning barchasi, ya'ni 14 kunlik umra safarida sizlar bilan hamrohlikda tajribali, malakali elboshlar hamrohligida bo'ladi azizlar. Hozirgi kunda bo'lmasam sizlar bilan qanday bog'lanamiz, bizga uzoqroq tegdi deydiganlarga esa bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Zagram pasportingizni tashlasangiz, biz sizga Centrum shot raqamlarini tashlaymiz. Keyin o'zingizga yaqin bo'lgan, qulay bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Agarda ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Bemalol kelib, Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Albatta, Zagram pasporti esdan chiqmagan holda. Agar ofisimizga kelsangiz, shaxsan o'zim xudo xolasa kutib olaman azizlar. Bundan tashqari bizni safardan kuzatayotgan aka-ukalarimiz, ota-onalarga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizni otangizni, onangizni sizni nomingizdan chiroyli sertifikat qilib, guldasta olib, sizni nomingizdan tabriklab kelamiz. Albatta, Farg'ona, Marg'ilon ichi azizlar. Ekraningizda raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Xo'p, undan tashqari qachonga reyslar bor deydiganlarga esa reyslarimiz har hafta, haftani har seshanba Toshkent Jidda yo'nalishli reysimiz bor. Haftani har chorshanbaga Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Bu barchasi aytib o'tib ketgani standart plus paket deb nomlanadi azizlar. Bemalol ekraningizda raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasa kommentariyaga o'zingizni qiziqtirgan savollarni yozib ketishingiz mumkin. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda mana qo'ng'iroq qilib so'rashdi, sizlarda mehmonxonalaringda yoki boshqa bir nimalaringda aravachalar bormi deydigan savol kelib tushdi. Xo'p, bizda mehmonxonamizda aravachalar bor. Hojonani, hojotani o'g'illari yoki qizlari olib ketilayotgan, qizlari olib ketayotgan bo'lsa, bemalol mehmonxonamizda aravachalar bor. Aravachalarga solib, aylantirib, ziyoratlarni qildirib, yana aravachani olib kelib qo'yib qo'yishlari mumkin azizlar. Bunday shart-sharoitlar faqat Centrum Holidays'da azizlar. O'zingizni qiziqtirgan savollarga yoki kommentariyaga yoki bo'lmasam ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz albatta video sumkada sizlarga ma'lumot berib o'tib ketamiz azizlar. Xo'p, eng qiziqarli joyiga, narxlariga keladigan bo'lsak, Toshkent Jidda yo'nalishli reysimizning narxini $1050 sizlar uchun qilib qo'ydik. Farg'ona va Jidda yo'nalishli reyslarimiz narxini esa $1075 qilib qo'ydik azizlar. Bemalol ekraningizda raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Agarda video syomkamiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka opa-singillaringizga videoni yuborib qo'ying azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.